terma jamoani 300-400 dollarlik biletlar. Osmonda yurgan akalarimiz bor ekan. Akalar, mana bu O'zbekistonda kelgan haligi Dilshod Pulshod meni hamma atpiska qilib, butun dunyo meni yomon ko'rib qolsa ham, akalar, men har doim haqiqatni gapiradigan odamman va sizlarga futbol temasida ozgina haqiqatni gapirib o'taman. Ko'pchiliginglar qiziqdinglar, so'radinglar, Shohrux nimaga oxirgi o'yinga kirmasdan tashqarida o'tirding deb. Men va yuzlab o'zbeklar o'yinga kira olmasdan tashqarida o'tirishdi. Sababi nima? Sababi 200, 300, 400 dollarlik biletlar 900 dollar, 1000 dollar, 1,5 dollargacha sun'iy ravishda kimlarnidir tomonidan ko'tarildi. Endi kavlanmaylik, kimlarnidir tomonidan kimligini aytmasdan. Undan tashqari 50 dollardan terma jamoamizning futbolkalari sotildi. Kechirasizlar, men kiyadigan Nike krossovkalar Amerikada 35-40 dollar turibdi. Originalni Nike. Lekin sizlar sotyapti turgan, menimcha ko'pchilikdan eshitdim, lekin fakt yo'q. Tekinga tarqatilgan futbolkalarni 50 dollardan sotib soqa qildinglar. Terma jamoamizni fan klubiga, Nodir akalarga va atrofdagi akalarga rahmat deyman. Sababi men vashshi boshqa musor joydan joy olganman. Ular o'zlariga chaqirib, birinchi o'yinda davay Shohrux bizni fan klubga qo'shil, mana shu yerda biz billa baqir-chaqir qilamiz, podjeshkani yoryapsan dedi. Shunchalik podjeshka qilsak ham akalar, ikkinchi o'yinga bizda imkoniyat bo'lmadi kirishga. Va yana qo'shimchasiga osmonda yurgan akalarimiz bor ekan. Akalar, ishoninglar, har taraflama sizlardan oldindamiz. Men palon deb gapirib chiqmay, sal boshinglardagi tojiklarni yechib yerga tushinglar. Sizlarga zorligim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men bir tiyin meni anaqam sizlarga. Prosta o'zinglarga ertaga minus bo'ladi, uje minus bo'lyapti. Men ko'rdim, juda ham ko'pchilik menga qilgan e'tibori hamda hurmati. Rahmat narod. Biz birgamiz, biz yerdamiz, biz bir-birimizni oramizdamiz. Biz uchib yurmaymiz akalar. Sizlarni yaxshi ko'raman hammalar, sog' bo'linglar. Bilet temasi bo'yicha men 3-4 kun oldin bir ikkita akalar bilan maslahatlashganman, olib chiqaman deb futbolkani ham kimda isbot dalil bo'lsa meni lichkamga tashinglar. Kimlar agar shu temani deb futbolga kira olmagan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, biz kira olmadik. Sababi bilet qimmat bo'lib ketgani uchun deb. Terma jamoani podjeshka qilamiz deb borishgan bo'lsa, mana shuna qilib sun'iy ravishda soqa qilib yotishibdi odamlar biladi. Futboldan qaytyapmiz. Men bitta vpечатленияni aytib o'tkazishim kerak blogerlar to'g'risida. Blogerlar, O'zbekistondagi blogerlar va Amerikadagi blogerlar to'g'risida gapirib o'tkazishim kerak. Sababi men Amerikadagi blogerlar, misol Shohrux bilan ko'rishdim, Saru bolani ham ko'rishdim. Shulardan prosmotri million odam ko'radi. O'zbekiston pes ko'radi. Hech qanaqa kibr, unaqa narsa yo'q. Oddiylikda hamma narsa. Men o'zim ko'rib, gaplashgandan keyin gapiryapman taassurotlarimni. Mana bu O'zbekistonda kelgan haligi Dilshod Pulshod, yana Dilshodmi, Ibrohim degan bola, yana sheriklari bir bolalar, ular odamni nazariga ilmas ekan, bolalarni nazariga ilmabdi bu bolalar. Yulduz o'zini oq yulduzli, sariq yulduzli. Otabek aka bor-ku, Amerikada yuradigan Otabek aka. Otabek ham zalotoy inson ekan. Har bitta odam bilan kelib so'rashib chiqdi bor, ishonasizlarmi? Mana bu imgurlar bitta voy deganlar qaydan chiqib kelgansanlar senlar? Musorlar, o'zingdan kimni yasab oldinglar? Bu yerda Amerikada yurganlar senlarga o'yinchoq emas. Amerikada yurgan bolalarni upravlat qilaman deysanlar, ular fozillarning kelib nima qila olasanlar senlar? Fan klubda 50 dollardan biletni olib, pachkalab 700 ta mingtalab biletni olib 1,5 mingdan sotdinglar. Alloh deyishni bilasanlar xolos. Har bitta videoingda men kritikavat qilaman, men haqiqatni gapiraman. Loboyga keraksa dokazat qilib qo'yaman onasini ham. Salomat bo'lasizlar. Mana kibrni sal tushinglar, bu yerda insonlar, sizlarga o'xshagan insonlar atroflaringda, o'zlaringdan ketib qolmanglar. Misol uchun Muzaffarda ham ko'rdim, Amerikadagi Yücel'de reklama qilib yuradi. Normal, обычный, простой bolalar. Bekorga bu odamlarni hamma hurmat qilmas ekanda Amerikada. Senlarni itdan hurmat qilmaydi. It. Salomat bo'lasizlar. Короче, men blogerlarni vashi men bilmadim. Bu Amerikada kelgan blogerlar, endi bu yerda bloger bo'lib sekin chiqqan bolalar, qiyinchiliklardan etab o'tganu,
o'shani hisobiga bo'lsa kerak. Ada balabol, haligi yolg'on, mashinistva, firibgar basharasiga yozib qo'yibdi shu Fozilov. Men firibgarman, men balabolman deb turib yozib qo'yibdi. Hem peshonasiga. Onasini esa $50 $70 fan klubda biletlarni olib turib, odamlarga 1,5 mingdan o'tkazgan ana shu Otabek Umarov qayga qarayapti? Prezident kuyovi. Bunday kontrol qilib qo'yinglar. Salomat bo'lasizlar.